Tolmazordan sizlarga tayyor chek topib qo'ydik. Nima deysizlar? Voyinchasi ko'rsatib qo'ying, voyinchasi. Shuni yonida joylashgan 10 sotiklik gilos bog'i bor. Tayyor chek topib qo'ydik. Bu yerda svet bor, suv bor, gaz ham bor. O gazni ko'rsatib qo'ying, yaqinlashtirib. Gazni gerbi ham bor. Ko'rib turibsizlar, xullas yaxshi joyda. Ushbu chekimiz sotiladi. Eniga ham normalli, uzungina, bemalol xolagan preklayni qilib bemalol uy tushirasizlar. Ariqni bo'yida, xohlasalar so'rini olib chiqib olib, mazza qilib dam olib o'tiradigan joyi. Nima deysizlar? Ichkarilarni bir qatib ko'ramiz. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, bahor fasli ham keldi. Tayyor daraxtlar ham bor, o'rik daraxtlar. Bu tomonimizda gilos bog', daromadga kirgan. Bu tomonimizda bemalol fundamentlar qo'yib qo'ygan, ikki xona uyi ham bor. Xullas toza havo, adir, suvlar oqadi, mazza qilib yashaydigan joy. Tinch joy, hali shovqindan bezigan akalarimiz uchun ideal zo'r variantdagi uy. Xo'p, ushbu joyda narxini 20 ming dollar so'rayapti. Telefon qilaverasizlar egalariga, kelishtirib berishadi, yana ozgina. Sog' bo'linglar. Tolmazordan, yangi hayotdan chek so'raydigan akalarimiz shu joy.